Tug'ruq bu qiyin jarayon, lekin uni osonlashtirish mumkin va uni osonlashtirish faqat va faqat ayolga bog'liq. Tug'ayotgan ayolga. Nima uchun? Birinchi muammo tug'ruqni bilmaslik. Tug'ruq nima, qancha davom etadi, nimalar bo'ladi? Nima qilish kerak? Yechim qani? Tug'ruqni o'rganish, tug'ruqqa tayyorgarlik ko'rish, to'g'ri nafas olishni bilish, tug'ruqni davomiyligini bilish, tug'ruqda nimalar bo'ladi? Qanday nafas olsa dardi sekinlashadi, unga osonlashadi. Ikkinchi muammo ayol tug'ruq vaqtida qo'rquvi. Ham tug'ruqdan oldin ham qo'rquvi ko'p, tug'ruq vaqtida ham qo'rquvi ko'p. Undan ko'payadi. Qo'rquv nima qiladi? Adrenalin ko'paytiradi. Adrenalin bevosita tug'ruq jarayoniga negativ ta'sir qiladi. Og'irlashtiradi tug'ruqni. Uchinchi muammo tug'ruq jarayonida o'zini organizmini tushunmaslik. Qanday yurish kerak, qanday yotish kerak, qanday energiyani ekonom qilish kerak, nima yeyish kerak. Nima yesam, men energiyam ketmaydi-da, o'zimda qoladi. Kuchni boshidan noto'g'ri sarflasa, tug'ruq vaqtida, aynan bola chiqayotgan vaqtda ayol qiynaladi. Oson tug'ish haqida yanada ko'proq ma'lumot olish uchun menga obuna bo'ling va izohlarda 11 raqamini qoldiring.